Agrobank aksionerlik tijorat banki Koson filialini bugungi fuqarolar hamda tadbirkorlar bilan uchrashuvi Naqdbala mahallasiga tashkil etilmoqda. Bugungi kunda bank filialida mavjud kreditlar haqida to'xtaladigan bo'lsak, jismoniy shaxslarga mahalla loyihasi biznesga ko'mak kredit mahsulotlarimiz bor. Bundan tashqari yoshlar 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar bandligini ta'minlash uchun imtiyozli kreditlar bor. PK 13-prezident qarori 13-son prezident qaroriga asosan 100 million so'mgacha garovsiz hamda imtiyozli shartlar asosida kredit ajratib beramiz. Bundan tashqari PK 61-qaror bor. Oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilarini bandligini ta'minlash. Bunda ham 7 yil muddatgacha 5 milliardgacha kreditlar ajratamiz. Bunga 100 million so'mgacha garovsiz sug'urta yoki uchinchi shaxs kafilligi bilan 2 yil imtiyozli davrda pul o'tkazish yo'li bilan ajratiladi. Yuridik shaxslarga imtiyozli shartlar asosida PT 312-sonli qaror talablariga asosan faoliyat davri 1 yildan oshgan hamda aylanma mablag'iga, oylik aylanma mablag'iga ega bo'lgan yuridik shaxslarga beramiz. Undan tashqari bankda o'z mablag'idan kreditlar bor. 26% dan 3 yil muddatga biznes rejadan kelib chiqib, maksimal summasi belgilanmagan biznes rejani 70%ni kredit qilib beramiz. Bunda garov ta'minotiga likvidli mol-mulk hamda qonunda belgilangan boshqa garov turlarini taqdim qilish kerak mijoz tomonidan.